Rahmat. Katta rahmat. Xayrli tong. Men uchun eng qiyin qismi shu edi. Hammangizga xush kelibsiz deyman. Meni shu qadar iliq kutib olganingiz uchun rahmat demoqchiman. O'zimni uyimdagidek his qilyapman. Rahmat. Shuningdek, meni bu yerga taklif etgan ikki kishiga ham rahmat aytmoqchiman. James Vagi va Dina File Odina. Men shuningdek sizni juda hurmat qilishimni aytmoqchiman. Men buni qayerdan bilaman? Hammamizning bir umumiy o'xshash jihatimiz bor. Bu men ham, siz ham o'rganishga, bilim olishga oshiqmoqdamiz. Aks holda biz keyingi darajaga chiqa olmaymiz. Biz bundan ham yaxshi, a'lo bo'la olishimiz mumkin. Va biz aynan shuni istab bugun yig'ildik. Mana shu narsa bizni birlashtirib turadi. Va biz kerakli payt, kerakli joyda birgamiz. Lekin boshlashimdan avval sizga bir insonni tanishtirmoqchiman. U 26 yoshda. Va u mutlaq bankrot, moliyaviy inqirozga uchragan. Uning vazni normal holatdan 15 kiloga oshib ketgan. Va u juda kuchsiz shaxs. U o'ziga ishonmaydi. Har bir muammoda u orqaga qochadi. Olg'a borish, harakat qilish o'rniga o'ziga rahm qila boshlaydi. Hayotdan xafa bo'ladi. Shu inson bugun biz bilan. Men undan so'radim, seni bugun hammaga tanishtirsam bo'ladimi? U ha dedi. Va mana u. Rahmat. Ha, bu men edim 26 yoshda ekanligimda. Men shunaqa inson edim. Mutlaqo puli yo'q ekanligida inson o'zini qanday his qilishini juda yaxshi bilasiz. Shunchaki pulsiz bo'lsam ham mayli. Kasal va nochor ahvolda kechalar hatto uxlay olmaganman. Bir necha yil o'tib esa men boy bo'ldim. Nochorlikni ham, boylikni ham ko'rdim. Aytmoqchimanki, boy bo'lish yaxshiroq. Rahmat. Lekin o'sha nochor kunlarimning ham o'ziga xos yaxshiligi bo'ldi. Men o'sha ahvoldan chiqib ketish uchun yo'l izlay boshladim. Men shaxs sifatida kuchli, omadli, muvaffaqiyatga erishgan insonlarni izlay boshladim. Sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, yuqori cho'qqilarga erishishning eng tez va oson yo'li bu kuchli trener topish va uning ko'rsatmalariga amal qilish.
Siz uchun trener topish juda oson. Chunki bu sistemaning o'zi trenerlikka qurilgan. Lekin mening paytimda bu sistema yo'q edi. Shuning uchun men juda boy insonni izladim va topdim. U juda ochiq ko'ngil inson edi. Va men unga, men sen kabi bo'lishni istayman dedim. U esa bosh chayqadi. Men bunga shubha qilaman dedi. Men esa yo'q, hamma narsaga tayyorman dedim. Bordi-yu rostdan ham hamma narsaga tayyor bo'lsang, unda yaxshi, sen uchun reja tuzib beraman. Sen faqat shu rejaga amal qilsang bo'ldi dedi. Men shu rejani ko'rganimdan keyin unga ishonmadim. Lekin men unga amal qildim. Va yarim yil o'tib o'zimni ilk millionimga ega bo'ldim. 30 yoshda esa pullarimning foiziga yashay olardim. Va shu paytga kelib butunlay moliyaviy erkin edim. Sizga quyidagi gaplarni aytmoqchiman. Rejalaringizga amal qiling. Seminarlarga boring. Keling, sizga bu ishni nima uchun qilayotganimni aytib beray. Nega butun dunyo bo'ylab kezib leksiyalar bermoqdaman? Insonlar shaxsiy va moliyaviy o'sishlariga harakat qilmoqdaman. Ikkita sababi bor. Birinchisi, qilayotgan ishim bu mening ishqim. Ishq va sevgi o'rtasidagi farqni bilasizmi? Kim biladi? Ishq va sevgi o'rtasidagi farqni bilasizmi? Kim biladi? Qo'lingizni ko'taring. Yaxshi, ba'zilar bilar ekan. Ishqning bir unsuri bor. Bu sevgi. Siz qilayotgan ishingizni sevishingiz kerak. Maqsadlarga erishishni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ishqning yana bir unsuri bor. Bu siz erishmoqchi bo'lgan narsa. Ishqqa xos bo'lgan yana bir jihat bu og'riq, qiyinchilikdan qochishga bo'lgan intilish. Ko'pchilik ikkinchi unsur haqida bilishmaydi. Ular o'yladiki, men ko'p pul ishlashni, muhim odam bo'lishni xohlayman deyshadi. Lekin shu narsaga erisha olmagandagi og'riqni bilishadimi? O'zlariga men shu ishni qilishim shart deya olishadimi? Men qilayotgan ishimni sevaman. Orangizda Tianshiga ishq, sevgi his qiladiganlar bormi? Yaxshi. Sizni tabriklayman. Shunday qilib, mening birinchi sababim bu ishqim. Ikkinchisi esa meni sizga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam. Men ta'lim sistemasini o'zgartirmoqchiman. Siz bilan biz biladigan sistemani o'zgartirish kerak bo'lgan jihatlari haqida ko'pgina seminarlarimda va kitoblarimda to'xtalib o'taman. Aytingchi, orangizda kimning farzandlari maktabga boradi? Ko'pchilik. Yaxshi. Maktablarimiz mukammal, a'lo deb o'ylaganlar qo'l ko'tarsin. Ko'p emas.
ba'zan o'qituvchilar qo'l ko'tarishadi. Men maktablarimizni yomon demoqchi emasman. Biz farzandlarimizni o'zimiz xohlagan maktablarga beramiz. Lekin mening ota-onam doimo sen o'qishing kerak, chunki maktab seni hayotga tayyorlaydi deyishardi. Shuning uchun men hayotga o'rganmoqdaman deb o'ylardim. Lekin keyin men maktab uchun o'qiganimni tushundim. Men hayotga tayyor emas edim. Men xorij tillarini o'rganardim. Lekin qanday qilib odamlar bilan muomala qilishni o'rganmaganman. Biologiyani o'rgandim. Lekin salomatlikni o'rganmadim. Tarixni o'rgandim. Lekin bundan ulkanroq qadriyatlarni qanday muvaffaqiyatga erishganini o'rganmadim. Matematikani o'qidim. Lekin pullarni qanday qilib boshqarishni o'rganmadim. Demak, nima qilsam ham bu hayot maktabini o'rganmadim. Bolalarimiz kelajagi uchun. Bolalarimiz kelajagi uchun. Bolalarimiz kelajagi uchun ham biz kattalar maktab sistemasini o'zgartirishimiz kerak. Hozir tushuntirib beraman. Maktab paytida to'g'ri yozishni bilmas edim. Men legastenik edim. Bu shunday deylardi. Mening o'qituvchilarim Boda Shefer ahmoq deyishardi. Boda Shefer ham ha to'g'ri, men ahmoqman derdi. Mening shundoq ham katta bo'lmagan o'zimga ishonchim butunlay yo'qoldi. Har hafta kimdir menga sen ahmoqsan derdi. Yaxshiyam maktabimizda juda dono bir o'qituvchi bor edi. Bir kuni u meni bir kuni yoniga chaqirdi. Sen to'g'ri yozishni bilmaysan. Lekin seni boshqa ko'p qirralaring bor. Sen telba emassan. Men unga ishonardim. Agar bu inson bo'lmaganda men bu narsalarga erishmasdim. O'qituvchilarimiz juda yaxshi. Lekin yomonlari ham bor. Va bizga yoshlarni to'g'ri anglaydigan sistema kerak, buzadigani emas. Bugun siz bilan ikkita narsa haqida gaplashamiz. Birinchi suhbatimiz qanday qilib ko'p pul ishlash mumkin? Va ikkinchisi to'siqlarni yengib o'tish haqida. Keyingi ko'rishganimizda esa moliyaviy erkinlikka erishish yo'llari va mablag'ni odilona boshqarish haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Rahmat. Bir kuni trenerim bilan ko'rishganimda men seni o'qitishni istaymanmi yo yo'qmi bilmayman dedi. Bu sening o'z oldingga qo'ygan maqsadlaringga bog'liq dedi. Va so'radi, Boda Shefer 3 yildan so'ng oyiga qancha ishlab topishni istaysan? Oyiga qancha topishni istaysan? Men juda ham o'ylab qoldim va uni hayratlantirmoqchi bo'ldim. Va $10,000 dedim.
U menga eshikni ko'rsatdi. Meni hayratda qolganimni ko'rib, menga ko'pga erishishni istamaydigan insonni o'rgatish niyatim yo'q deb tushuntirdi. Men qotib qoldim. Men uchun oyiga $10,000 bu juda katta mablag' edi. U esa mayli yana bir bor urinib ko'r dedi. Ko'proq aytish kerakligini tushundim. Va $18,000 dedim. Qandaydir to'liq son emas. Mayli $25,000 deylik dedi va u aytdi. Yozib ol, $25,000. Va men $25,000 deb yozishga majbur bo'ldim. Qo'llarim titrab ketdi. Bu yiliga emas, oyiga edi axir. Mening trenerim aqlga sig'maydigan maqsadlarni qo'yardi. Agar sizni treneringiz sekin-sekin kichkina qadam qo'ygin deydigan bo'lsa, sizga trenerning keragi yo'q. Sizga sakra deb baqiradigan ustoz kerak. Men sizlar xuddi shu ishni qilishingizni istayman. Men sizga trenerlik qilaman. Iltimos, 3 yildan so'ng oyiga soliq to'lamasdan turib, oyiga qancha olishni istaysiz soliq to'lamasdan? Shoshmanglar. Bir narsani tushuntirib qo'yay sizlarga. Siz bu ishni ikkita yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Birinchisi, o'zingizga e'tibor berasiz. Men shu 3 yilda nimaga qodirman degan savolni berasiz. Sog'lig'im qanaqa, kuchim, intilishim qay darajada deb so'raysiz. Nimani o'rgandim deb so'raysiz. Avval o'zingizga qarab, keyin maqsadlarni belgilaysiz. Imkoniyatlaringizdan kelib chiqasiz va bu realistik yo'l deyiladi. Sizga aytishim mumkinki, bu yo'ldagi yagona real narsa bu yo'l bilan hech qachon muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Lekin boshqa yo'l ham bor. Haqiqiy buyuk insonlar yo'li. Ular maqsadni ko'rishadi, orzu qilishadi, men xohlayman deyishadi. Keyin esa unga erishish yo'llarini qidirishadi. Keyingina o'zlariga savol berishadi. Shu maqsadga erishishim uchun qanday insonga aylanishim kerak? Farqini sezyapsizmi? Birinchi yo'ldagi maqsad sizning bugun qanday shaxs ekanligingizga bog'liq. Va bu maqsadni ozaytiradi, chunki unga erishishingiz oson bo'ladi. Ikkinchisida esa maqsadga qaraysiz va unga erisha oladigan insonga aylanasiz. Yo'llardan birini tanlang va qancha pul ishlab topish istagida ekanligingizni yozing. Yoningizdagilarga qaramang. Bu faqat sizning xohishingiz bo'lishi kerak. Bilasizmi, meni trenerim nima degan? Hamma yozib bo'ldimi? Yaxshi. Bu aqlsizlik, lekin yaxshi. Mening trenerim esa bu raqamni o'chir. 2 ga ko'paytirilgani yoz dedi. Ya'ni $50,000. Mening qo'llarim undan ham ko'proq titray boshladi. Buni sizga nega aytmoqchiman? Nega ustozim meni birinchi yozgan raqamni o'chirishimni talab etdi?
Chunki birinchi yozgan raqamim aqlga sig'maydigan darajada ekanligiga sabab bor edi. Bu ushalmaydigan orzudek bo'lishi mumkin. Siz bunday bo'lishiga ishonmasligingiz mumkin. Lekin siz aynan o'sha raqamlarni yozingiz-ku. Nega ko'proq emas? Sababi bu imkoniyatimizning chegarasidir. Ustozim esa meni mana shu imkoniyatim chegarasida fikrlashimni xohlamasdi. Ustozim esa meni mana shu imkoniyatim chegarasida fikrlashimni xohlamasdi. Men ana shu chegaraning tashqarisi haqida o'ylashimni xohlardi. Va meni o'zgacha tizimda mulohaza yuritishimni xohlardi. Bu hissiyotning yangi tizimi edi. Harakatning yangi tizimi. Buni siz MBA'dan topishingiz mumkin. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan narsalarni o'ylasangiz va uni bemalol bir necha martaga ko'paytirishingiz mumkin. Va bu sizda mavjud bo'lgan ajoyib imkoniyatdir. Keling, bu yangi tizimning mohiyatini sizga tushuntirib beray. Bir film bor. Nomi marhum shoirning jamiyati. Unda mashhur Robert Williams o'ynagan. U sinf rahbar lavozimida ishlaydi. O'quvchilarga juda muhim va unutilmas saboq bermoqchi bo'ladi u. U darsni sinfda berish o'rniga o'quvchilarini koridorga olib chiqadi. Va maktabni bitirib ketganlar surati osilgan devor oldiga olib boradi. O'quvchilar allaqachon bu dunyoni tark etgan insonlarni ko'rishadi. U aytadiki, mana bu bolalarda siz uchun xabar bor. Keling, hozir filmdan 2 daqiqalik parcha ko'ramiz va biz ham ana shu xabarni eshitamiz. Kunni qo'ldan chiqarma. Bugungi kunni ushlab qol. Bu hayot go'zal. Sizga ajratilgan qisqa vaqt ichida hayotingizni nimaga sarflamoqchisiz? Qo'limda kichkina lineyka bor. 85 santimetr. Bu har birimizning o'rtacha umrimiz degani. Yiliga 1 santimetrdan 85 yil. Ko'pchiligingiz allaqachon 30-35 yilni yashab bo'lgansiz. Ketdi. Aksariyatingiz 60-65 yoshgacha jo'shqin faoliyat yuritasiz. Qolgan oraliq esa bor yo'g'i shu. Umrimiz go'yoki abadiyga o'xshaydi, ammo bu noto'g'ri. Ba'zida to'xtab, tafakkur qilish juda muhimdir. Va nimaga erishmoqchi ekanligimizni tushunib olishimiz kerak. O'zimizga savol beraylik. Menga dabdabali hayot kerakmi? Buni sizga hech kim sovg'a qilmaydi. Siz o'zingiz olishingiz kerak. Bu o'zingizni qo'lingizdadir. Keyin o'qituvchi shunday deydi: o'zingizga so'z bering. Ya'ni bolalar o'zlarining maqsadlarini aniq bilishlari lozim bo'ladi.
O'qituvchi, qachon og'ir kunlar kelsa, va sizlar so'zingizda tursangiz, meni shunda mening kapitanim deb chaqirishingiz mumkin. Keyingi suhbatimizda bu mavzuga yana qaytamiz. Maqsad bor, ya'ni siz orzu qilgan maqsad. Va biz, ya'ni siz hal qilasiz. Yozgan raqamingiz to'g'ri ekanligiga ishonchingiz komilmi? O'yinning qoidasi nimada? Bu juda jiddiy bo'lishi mumkin agar siz qat'iyatli bo'lsangiz. Mening maqsadim $50,000 edi. Bu har oyga $50,000. Buni qanday amalga oshirishni esa bilmasdim. Ammo 2,5 yil o'tdi va men maqsadimga erishdim. Avvaliga o'zim ham ishonmadim. Qanday qilib, axir? Shunda trenerim menga 4 ta saboqni o'rgatdi. U aytdi, sen mana shu 4 saboqni o'zlashtirishing kerak. Bu 4 saboq mening uchun juda ham qiziqarli edi. Birinchisi, bu o'zingga ishonishga o'rganishing kerak. Keling, sizdan so'ray. Ichingizda kim olmos bo'lishingizga ishonasizmi? Ko'pchilik. Yaxshi, o'zingizni bahoyingizni bilganingiz juda yaxshi. Kimda shubha bor? Men erisha olmasam kerak deydiganlar qancha? Rasul rahmat. Bilasizmi, kishi o'ziga bo'lgan ishonch bilan tug'ilmaydi. Gap bu narsaning bizda bor yoki yo'qligida emas. Biz ishonchni yaratishimiz mumkin. Buni sizga keyinroq tushuntiraman. Keling, hozir ikkita misol keltirsam. Siz David Beckham kimligini bilasiz. Unda ham siz kabi talant bor. Futbol bo'yicha jahon chempionatining saralash bahslarida Angliya Gretsiya bilan o'ynayotgan edi. Gretsiya Angliyani 2-1 ga yutayotgan edi. 93-daqiqa va o'yin deyarli tugamoqda. Va Angliya erkin zarbani qo'lga kiritadi. Darvozagacha bo'lgan masofa 30 metr. Angliya jahon chempionatiga borishi uchun gol kiritish kerak. Top yonida David Beckham. Men ololmadim. Lekin u oldi. Boshqa o'yinchi undan to'pni olib qo'ydi. Sen to'pni tepmaysan dedi. David, sen bugun 7 marotaba xato qilding. Bugun sening omading chopmayapti. Kel, men tepaman. Ammo David to'pni qaytarib oladi. Va deydi, to'pni men tepaman. Ha, bugun 7 marotaba adashdim.